Ishimiz bilan kelyapti deylik. Xarobadan chiqqan 4 ta qiz loyihasida men hali ham esimda, meni obunachilarim yaxshi biladi. Bir og'iz gap bilan 10 ming rublni tushirgan inson. Bitta og'iz she'rlar bosadi deydi bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Sim, откройся. O, молодец. Ne yok aslında. Siz bir baroba qulinizga. Sim. Ha? Yo'q, ana. Bir barosi bo'ling. Nimadir bor shu odam. Bu. Yaso. Quyruq, shudgorga quyruq na qilur deydi. Mana, qarang. Keyin bitta ko'rsatib. Bola kim? Qancha kerak orqaga? Yo'q qiladi mana. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, kanalimiz kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Musofir yurtda yurgan aka opa singillarimiz, sona yurtimiz O'zbekistonimizdan kuzatayotgan barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Videomiz boshlanishidan oldin videoga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimiz rivojlanishi uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Bu videoni ko'rib albatta xursand bo'lasiz. Like arzisa like bosing, fikr mulohazalarni albatta kommentariyada yozasizlar degan umiddaman. Aka opa singillar, ekranga yaqinroqga o'tira olinglar. Bitta joyga kelganman. Bitta ko'raylik, yuringlar aka opa singillar. Bilasizlarmi, mana bu yerdan uy qurilayotganlarini eslaysizlarmi? Qaysi loyiha bu? Kimning loyihasi deyotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hozir kirib, ko'rib, xudo xolasa ekranga kartalarni qo'yamiz. Alloh yo'lda podeshkada bo'lasizlar degan umiddaman. Kelinglar qani. Assalomu alaykum. Orqadan hujum qilmoqchi edim, afsuski oqshamadi. Alaykum assalom. Qandaysiz? Soqollaringizdan aylanay. Ulaman. Azizbek bloggers. Muxlislarga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehribonlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Qadding ketay qadrdonlar, ey yashaylar. Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Qanday bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Mana ishlayapmiz. Bizni eng katta buvomiz. Ustozi, sheyx. Ustoz shef. Qandaysiz? Mazangizmi? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Xarobadan chiqqan 4 ta qiz loyihasida men hali ham esimda, meni obunachilarim yaxshi biladi. Bir og'iz gap bilan 10 ming rublni tushirgan inson. Bitta og'iz she'rlar bosadi deydi bo'ldi. O'zi ham she'rday bo'yirdi. Ana shapkadagi odam kim juda tanish ko'rinyapti ko'zimga. O'layda. Qandaysiz? Mazza. Charchabsiz. Assalomu alaykum. Qancha? Ishimiz bilan kelyapti deylik. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Azizbek.uz Somsalansiz kanalining obunachilari. Azizbek o'zmidi? Azizjon o'z qildik buni. Azizjon o'zmi? Azizjon o'z kanalining ashaddiy obunachilari bilaman. Ichlaringda bizda obunachilar ham bor. Shunday. Bo'lsa kommentariy yozib ketinglar. Ota Salimdar obunachisiman deb. Iloji bo'lsa. Hormanglar, charchamasdan yuribsizlarmi? Aziz do'stlar, biz mana Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Sho'rtan dachalari Tojik qishloqqa qaraydi endi, ha? Tojik qishloqqa qaraydigan joyda biz bir loyiha boshlagan edik. Azizjon ukamiz ketdi. Rahmat kelgani uchun. Suv yoqasidagi ona va bola loyihasi bo'layapti hozir. Ota Salimdar kanalda oldin faoliyat yuritardik. 1 millionga yaqin obunachimiz bor-edi. Blokka tushdi. Shu sababdan hozirgi kunda Otabek million kanalda faoliyat olib boryapmiz. Ustozimizni kanalini hamma biladi, men bilaman. Biz mana shu loyihalarni boshlaganimizda ustozimiz 5-6 yil oldin boshlaganlar. Har doim qanotida yurib kelganmiz. Aka opa singillar, shunday o'tinglar hozir Otabek million kanaliga o'tingizlar, shunday obuna bosib taylaysizlar. Kommentariyaga fikr mulohazalar cho'tka bo'lsin. Ustoz oldiga keldik, mana shu qurilayotgan loyihani bir ko'raylik deb. Har doimgidek cho'tka. Hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas sizga. В общем, chiroyli Gugurt qutida bo'layapti. Gugurt qutida. Ha, dollar bu. Ortimda ko'rib turgan aziz do'stlar, mana shu uyni qurdik, 3 xonali. Xudo xolasa tomi qolyapti. Mayda shuyda ishlari bor hali. Endi nima deydi?
Glavnisini qabul deydi, ko'tarib, nima qildi? Glavniy narsalar yana ham bor, lekin tom, patolog, yevro remont ishi, fasad ishi ko'p hali. Xudo xolasa, o'sha yaxshi insonlar bor oramizda, o'sha saxovatli, yaxshi insonlar bor ekan. Inshaalloh mana shunaqa bir-biridan ajoyib chiroyli uylarni qurib, miskinlarga, qiynalgan o'sha boquvchisini yo'qotgan ayollarga, onaxonlarga yordam qilishdan to'xtamaymiz. Shunday. Boyaga aytadi-ku, senga bitta nimani aytaymi deydimi, sirni deydimi? Nimaga desa, yer deydi, bizni ko'tarib turibdi, qara deydi-ku. Ko'tarib turibdi deydi. Ana shunaqa yaxshi insonlar borligi uchun yer bizni ko'tarib turibdi, aziz do'stlar. Shunchalik ko'p gunoh ish qilamiz. Begunoh faqat Alloh, hech kim oppoq emas. Hammamiz gunoh ish qilamiz. O'shaning uchun aziz do'stlar, yaxshilikka, faqat yaxshilikka qarab qadam qo'yishimiz kerak. Ertaga Xudo xolasa o'shani ajr savobini albatta Alloh taolo beradi. Shunday. Like'larni bosib, fikrlar kommentariyada, aziz ukamizni ham kanaliga obuna bo'lib, podдержка qilinglar, loyiha qilyapti-deylar sizlar ham. Ha, to'xtatdik ustoz. To'xtatdinglar. Siz shu yarmida to'xtatasizlar. Yo'q, ana ekanda ustoz, to'g'risida o'zi Noshukur aytib, ekan. noshukur emas. Biza qildik, Otabek akam ham bor edi, boshida bor Ha, edilar bor edi. Otabek akam. Keyin bu yoqqa kelganlaridan keyin bilsangiz haftada ketib qolaveradi-da. Bir hafta 10 kunlab yo'qolib qolaveradi-da. Ruhiy kasalmi bu? Yo'q, hozir aytaman siz. Keyin yo'qolib qolaveradi, bir hafta o'tadi, 10 kun o'tadi, qaytib keladi tagini qarab turadi, qilib berasizlarmi yo qilmaymizmi deydi-da. Endi biz unga jonimizni kuydiramiz degan shu jonli efir qilamiz, soatlab bilasiz ustoz. Ehson yig'amiz qilib berib kelyotgandik. Men Qamashiga ketyapman, Shuhrat akani, palonchani, pistonchani uyiga deb ketardi. Aslida hammasi yolg'on narsa ekanda. Ikkita farzandi ham olamdan o'tgan ekan. Bitta farzandim, o'z farzandim yo'q dedi-da. Keyin bilsak bitta farzandi ham bor ekan, u birovni o'ldirib qamoqqa tushgan ekan. Uni aytmagan ekan bizga. Keyin orada o'sha uyga hamma narsa olib kelib qo'ydim, g'ish olib keldim, pina blogdan qurayotgandim ustoz. Olib kelib qo'yganimdan keyin shifr bolar ham oldim. Tushgan pulga olib qo'ydimdagini qilaman desam, ertasi kuni uchastkaga borib qo'yganman. O'zimizni uy borki, borgansiz eski uyga. Shag'da turuvdi, shag'dan chiqib ketib qolgan. Oradan 15 kun o'tdi ustoz, kelyapti-da. Keyin qayerda yuribsiz muncha vaqt desak, ishlayotgandim, Shuhrat akanikida edim dedi. Keyin bugun Shuhrat akani o'sha singlisi keldilar. Shuhrat aka o'zi 6 oy oldin olamdan o'tgan ekan. 4 yildan beri u yoqqa bormas ekan Otabek aka. Ha, sizlar aldab yurganda. Faqat aldab yurgan ekanda bizni. Biz keyin nima qilishim kerak? Ustoz, sizni maslahat bersangiz bo'ladi. Shuncha loyihalarni qurgansiz, shuncha uy qurgansiz, bunday insonlarga nima qilsam bo'ladi? Endi vallahi agar u bizda ham shunaqa hodisa bo'lgan, unaqa emas, bizniki o'sha kelmagan Surxondaryolik bir ayol boyagi Amirxon shovlarigacha chiqib nima qildi? O'sha yerda o'zi sudyalar o'zi u ayolni o'z ishini bajarib qo'ydi. Shunday. Men o'zim bo'lmasam ham sudyalar o'zi aytdi, sizlar dedi, boya kommentariyada lekin neto fikrlar yozildi. Lekin sudyalar, endi sudya-ku ular, yurist bor ichida, psixolog bor, boshqasi bor, o'shalar o'tirib, yo'q dedi. U bolada aybi yo'q dedi. 3 ta uy qurilyaptimi dedi. Siz borishingiz kerak edi. Kelish kerak edi. Kelmasa biz o'shanda dastoyni oila topdik. Haqiqatan 3 ta qizi, bitta o'g'il farzandi bor, boquvchisi yo'q. Bitta ukasi jigar sirroz, ukasiga ham o'zi qaraydigan Shahrisabzdan bir oila topib, o'sha oilaga 3-uyimizni berib yubordik. Hozir baxtli, saodatli o'sha uyda istiqomat qilib kelyapti. Yaqinda ham kelib, rasmlar taxlab, nima qilib ketdi, boyagi Dilbek. Bizni ustoz yomon kuydirdi-da. Ketib qolaveradi, 15 kun, 20 kunlab bitta video qo'yaman, 10 kundan keyin yana bitta video qo'yaman-da. Ungacha nima qilaman? Aytaman, shunday qilib ketib qoldi desam, obunachilarim ko'pi meni noto'g'ri tushundida. Sen deyapti, Aziz, sen aldayapsan bizani deyaptilar-da. Lekin men o'sha narsani to'g'risini aytdim. Bugun o'sha opa janjal qilib keldi. O'sha Shuhrat aka olamdan o'tib ketgan ekan. 4 yil bo'lgan ekan o'sha yoqqa bormaganiga. Biz faqat u yoqqa bordim. Qayerga borayotgan ekan aslida? Bitta odam bor ekan, qarochi. Endi nima misolda endi uni gapirib yotmay, nima misolda bo'lsa ham shu qarochi. Shaqqa ketib qolaverar ekanda.
Bizlarda har promo efirimizda ham, har videomizda ham bizni aldab kelayotgan ekanda. Keyin aytdim, bugun kelib janjal qilib keldi-da. Shu uchun biz insonimi ekan, kim ekan? shunday ekanda, tepa. Tepa tog'a. Tepa. Keyin Go'zalga o'xshab, go'zalda xuddi ana shunday. Xuddi ana shunday. Insofini bersin, qaranglar o'sha vaziyatga qarab o'zlaring nima qilaveringlar. Sana endi yosh bola emas. Olib qo'ydim-da ustoz hamma narsalarni, nima qilay? To'g'risida yolg'onchi Bo'lmasa odamda. dastoyni oila topish kerak edi, uni berish kerak. Chunki xalq puliga bo'lgan narsa topshirmasang, to'g'risi ertaga men topshirib qancha malomat chekkan bo'lsam, sen agar uni topshirmaydigan bo'lsang, o'ziga beraman deb cho'zib boshqa qilsang, boshqa malomatga qolib ketasan. yurtdoshlardan so'rang maslahat. Shunday Lekin o'sha videolarni olib qo'yda, bizniki kommentariyalargacha olib qo'yishga. Biz endi katta kanalda chiqqan edi. O'sha video o'chib ketgan, biz uy qurganlarimiz o'chib ketgan, tirsa bular keyin chiqaryapti-da. Mana hech kim tanimaydi, bilmaydi, tirsa chiqyapti-da, hamma yomonlab tashlayapti. Ko'rmaganda endi. Buni bilib ko'rganlar biladi. Videoga men uzun bo'lib ketdan o'qib uylanib bir ko'rsatdim. Ha, kelinglar aka opa singillar. Bu ko'rsin qani? Qani, Olobo, keyin qani? Nima qilyapsizlar o'zi? Unday deb, bunday deb. Qarang, bu Bismillahirrohmanirrohim koridorcha bu. Koridorcha. O'ng qo'l Mashalloh. mehmonxona, chap qo'l spalni. Spalni ham bormi? Nimaga qiling? Spal. Bular ona balaya. Mashallah. Svet yog'ing qani? Tambo bizaga buni qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Sim, откройся. O, молодец. Mana kun juda ham chiroyli bo'libdi. Vassalarni vobshe yotqizasizlar-da. 5 dollar, qarang, 5 ta dollar. Vassa qanday? Vassam vobshe shikalat yotqizadi-da bular. Men juda ham Juda qalin. Voy. Qani mani o'yimga ham shunday qamish bosilgan bo'lsa. Tish, Vog'i ham zo'r beradi. tish ko'rinmaydi. Yo'q. Teshik yo'q. Eshik yomon Eshik bor faqat, eshik. Mashallah. Yo'q, eshik yo'q. Aka opa singillar, tepani ko'rayotgan bo'lsangiz, otash olov dollar bo qilgan ish har doim har bitta loyihada juda chiroyli yopishadi. Men option berish ketaman, vassani yopishiga uyni ustiga eshikka to'rkasi lelinka. Ve qari yotish ham shart emas. Chunki ko'stiga tiklab qo'yinglar deydi-ki. Qanday yoqasiz? Siz bir barobar qo'lingizga. Sim. Ha? Yo'q, ana. Bir barosi bo'ling. Nimadir bor shu odam. Bu. Yaso. Quyruq, shudgorga quyruq na qilur deydi. Mana. Qarang. Shu odamda bir gap bor. Aka opa singillar, ko'rib turganingizdek, ustoz qurayotgan uy juda ham shikarni, juda ham chiroyli, hamma joylari Alloh mana shu narsani, mana shu ustozimizni mana shu ayolga uchratgan. Alloh rozi bo'lsin, umri uzoq bo'lsin Otabek akamni. Dollar bo bilan otash olovdiki, umuman gap yo'q, juda chiroyli qilar. Lekin vobshe mana u. Birki. Charlie Chaplinga o'xshaydi. Chung. Oyoqda bunday bo't tashlab. Keyin bitta ko'rsatib. Boya kiyim. Qancha kerak orqaga? Shunday qiladi mana. Juda shikarniy bo'libdi lekin. Vobshe. Shikalat. Busulda mayli edi. Chiroyli qilmasa. Har ishingni puxta qil dedi. Orqasidan 100 marta rahmat eshitganda. Rahmat eshitdi. Shu joyiga ham 5 lik. Nima deysizlar, dollar bor. O'zi yozadi-da. Maqolni o'zgartirib yuborasiz. She'rni o'zi yozadi. She'rni Aytmang. aytmang. Aytmang yomon. Aka opa singillar, ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli uy ichlari vobshe shikalat qilingan. Atkoslariga vobshe gap bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli bir holatda qilingan ekan. Xudo xolasa akfalar tozalanadi, hali bu yoq отделка bo'ladi, emulsiya uriladi. Ishi juda ham ko'p. Shu uchun poddishkada bo'lib turinglar, Sher akalar, aka Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bahrom akalar bitta bosib yordamni ayamay turinglar. Onaxonimiz ham shu yerda yuribdilar. Yordam qilib tursalar, Xudo xolasa mana shu uyda ham chiroyli bir holatda shuncha uyda bitkizgan ustozimiz bundan keyin ham bitkizib yuradi. Alloh rozi bo'lsin. Bizlar ham ko'rsatib To'yi bor, eski choponingni kiyib bor degan. shunday. Onaxonimiz uzra bosdim yana. Onaxon yaxshimisiz, zo'rmisiz, charchamaysiz? Mana shu mikrofonimizni ushlab olasizmi?
akajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Qandaysiz? Yaxshi, Allohga shukr. O'zingiz zo'rmisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, Ikki oyda. Baraka toping. Ishlaringiz ham yaxshimi? Va alaykum assalom. Singlim yaxshimisiz? Bitta duo qiling shu musofirdagi akalarimizda. Mayli, mikrofon ushlab turaman mayli. Bitta duo qiling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Ha. Shunday, onamiz salom bersin. Mana bizlar ona bola suv loyihasida YouTube kanaliga chiqqanmiz. Ha. Mana Bemalol ishlarimiz gapiravering. bu. Avjob ishlar, avjob kundan kunga tugayman deb qolyapti. Ko'pi ketib ozi qoldi, xudo xohlasa. Mana shu saxovatpesha insonlarga Allohim Amin. kuch-quvvat bersin, madadkor bo'lsin. Bizlarga bergan ihsonlarini Alloh ijobatga olgani rost bo'lsin. Bizlardan qaytmasa Xudodan qaytsin. Rozi bo'lsin ihsonlariga. Mana shu saxovatli insonlar, uzoq yurtda yurgan, musofir yurtda yurgan opalar, singillar, aka-ukalarga rahmat. Sog' salomat o'z yurtlariga kelsin, umri uzoq bo'lsin. Rizqi mo'l bo'lsin. Bizga bergan ihsonlarini bir barobar bergan bo'lsa, 1000 million marta qaytarsin. Alloh amin. Allohu akbar. Alhamdulillah robbil alamin. Aka opa singillar, oydin singlimiz yaxshimisiz siz? Ha, malades. Ha, mana shu onaxonimizga ana ustozimiz shunday chiroyli bir uy, xonadon qurib beryaptilar. Mashallah. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, ehson kartalarga befarq bo'lmaymiz. Xudo xolasa onaxon zakonniy bo'ladi. Men ustozga ishonaman. Hammamiz shu insonga ishonamiz. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa. Bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Fikrlar kommentariyada. Xolamizni o'zini kartasini qo'yib berasan ekranga. Xo'p, bilan. Xolamiz O'zbekiston Xalq banki kartasi bor. Sibir yo'qmi? Sibir emas, VTB bor. Bo'ldi, hammasini shunday qo'yib qo'yamiz. Nimaga aytsang, nima biz operator tashlab beradi. Bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Ishlaringizga omad bersin. Shunday bo'lsin. Mayli, rahmat. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday insonlar ko'paysin. Ukamga ham rahmat. Mashallah. Barakat topsin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar aka opa singlar, keyingi videogacha.